Ilohim bundan-da zo'r bo'lib gullab yashnasin. Ilohim. Havas. Rahmat opa. Orzularim bisyor, rosayam ko'p. Xudo xolasa. Ilohim birin-ketin ushalvatganda menga hoyda boras yugurib boraman. Xudo Xudo xolasa inshaalloh. Shunday birinchi bo'lib sizga taklifnoma yuboramiz. Inshaalloh boramiz. Xudo xolasa sog' bo'ling. Gruppa bilan boramiz, qizlar. Inshaalloh. Hali gruppa bilan gaplashyapmiz, kursdoshlar yiliga uchrashamiz deb. Ha? Xudo xolasa. Ustozni chaqiramiz-da, to'g'rimi qizlar? Inshaalloh. Har xil viloyatdan qizlarimiz o'shaning uchun bir yilda bir agar uchrashsangiz juda xursand bo'laman. Tarqalib ketmanglar. Bu yerda Isroepamlar yubka ham tikibdilar, hozir shim ham tikyaptilar. Enalardagini ham tikib olganlar sal qilib. Judayam ana shu stray qizimiz bular. Tez tikib oladilar, chiroyli qilib. Молодец. Qani o'ziga yoqyaptimi Isroepa? Zo'r. Yubkalar o'z qo'llarim bilan tikkanim uchun judayam xursand bo'lyapman. sog' bo'ling. Odamchi bag'ridili yayraydi, o'z tikkan narsani ko'r. Rahmat ustoz, shunchalik bizga o'rgatib mana qilganingizga. Men o'ylamagan edim shunaqa kiyimlar tikib, o'zimga shunaqa kiyib olaman. Buyursin, sog' bo'ling. Xursand bo'ldim, buyursin. Juda xursand bo'lib ketaman shunaqa gapni eshitsam, tikishganini ko'rsam. Rahmat. Shunga harakat, Xudo xohlasa. Chiroyli chiqsin, ilohim. Firminning ishim bo'lsin. Bu yerdagi opaginamni ko'ringlar. Assalomu alaykum. Qizlariga rosa tikyaptilar. Abayalarni kiydirib qo'yibdilar, asal qilib. Ko'rib xursand bo'ldim. Sizga ham sog' bo'ling. Mana shunday natijalarga erishganimda o'zim ham xursandman. Qo'limdan tikish kelmasa kerak deb o'ylagandim birinchi kelganimda, lekin alhamdulillah amalyapman, qilyapman ham даже. Shunday xursandman. Sog' bo'ling. Tikkanim sari xursand bo'lib ketdim. Gap yo'q. O'zingizga rosa yarashgandir bu. Молодец. Sog' bo'ling. Hammasidan tikib ko'rmoqchiman yubkani. Qizlaringiz bormi? Qizim yo'q-da. O'g'li faqat. Nechta o'g'lingiz bor? 4ta. Oho, 4 o'g'il. Qaynona general bo'lar ekansiz. O'shada. O'sha. Lekin sizdan zo'r qaynona chiqadi. Inshaalloh. Rosa yaxshisiz. Po'sta emasdi. Молодец. Singlim, qaynsinglim, qaynonam ko'ramiz-da. Xudo xolasa. Sog' bo'ling. Bu yerda qizlarimizni ko'rsataman. Bu qizimizni ham bitta ko'rib baho beringlar, qo'sheteklariga. Bitta maylimi? Sizni ovora qilaman. Qo'sheteklarni o'z qo'llari bilan tikkali, hech qattida defekti yo'q. Judayam o'zlariga yarashgan, yelkalar tortib ketmayapti. Hamma joyida. O'zingizga yoqdimi? Judayam mazza qilib kiyapman. Tikkani o'z qo'llarim sari xursand bo'lib ketyapman. Mani qizimga hozir shim naqa qilyapman mana bunday qilib. Oho, zo'r ekan materialingiz. Material, ha, endi nasib bo'lsa kostyum yana shim qilyapman, xudo xolasa. Zo'r. Uni ham komplekt qilib kiydirib, Xudo xolasa. rasmga olib ko'rsatamiz. Inshaalloh. Rahmat sizlarga, sog' bo'linglar. Jamoaga qizlarga ham rahmat. Shukr-shukrlarni. Ha, mana Sizlarga yordam berib turibdi, baraka topsin. Hammasiga rahmat. Rahmat sizga ham, sog' bo'ling. Hunarlaringiz buyurib o'zingizga chiroyli qilib o'rganvalinglar oxirigacha. Bu qizimiz ham sarpaningizni o'z tikkanmisiz? Juda chiroyli. Ha, siz rosa chaqqon qiz chiqdingiz. Уже kostyumni boshlab bordingiz. Qiynalmayapsizmi? Yo'q, oson ekan o'rganib. Ha, oson usulda o'rgansangiz mazza-da. O'sha tikkan sari ketavergan. Shunaqa, sog' bo'ling, charchamang. Sizda nima gaplar go'zalim? Kostyumni boshladik, shimni deb hozir. Siz ham chaqqon qiz bo'libsiz. Kimlarga tikib berdingiz? Oyijonimga, o'stirlarimga tikdim. O'tish yo'lagimdan bitta o'tishlik ko'rsating. Juda ham yaxshi ko'raman shu yo'lagimni. Umuman olganda ishxonamni, kasblarimni sevaman. Kasblarim deganimda, bilasizlar, havas guruhida ham solistkaman. Havas guruhidagi qo'shiqchiligimni sevaman. Bu yerdagi o'qituvchiligimni, tikuvchiligimni, bundoq olib qarasa blogerligimni, yana montaj qilishimni, umuman hamma onalik kasbimni ham yaxshi ko'raman. Shunaqa, ayol kishi baribir hamma narsaga ulgurar ekan. Shuning uchun nima desam, erta qilarman, indin qilarman, keyin bo'lar deb keyinga qo'ymanglar. Farzandinglar kichkina bo'lsa ham harakat qilib, обязательно nima desam,
shunaqa erishinglar, katta yutuqlarga. Bu yoqdagi qizimizni qaranglar. Ana, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Malaka oshirishimdan edingiz? Bir hafta bo'ldi kelganimga. Hozir sifating variant xonada ko'rsataman. Shunaqa o'zimga yoqdi. Oson, qulay. Har bitta darsingiz men uchun oltinga tengdek o'rganyapman. Ana bo'lmasam, rahmat opajon. Juda diqqat bilan o'tiribsiz-da, opa. Ikkita dars o'tdimmi sizlarga endi? Ikkita darsda ham menga aniq va lo'nda xuddi hammasi shunday miyamga joylangandek Osongina. Voy. o'tishingizga gap yo'q. Juda ham yoqdi menga. Rahmat opajon. Qaysi viloyatdan edingiz? Jizzaxda. Jizzaxdan kelib o'qiyaptilar. Uydagilarni уже sog'inayotgandirsiz baribir. Yo, vaqt bo'lmayaptimi? Bolalar. Vaqtdan bo'lgan yo'q, lekin kecha o'g'lim tug'ilgan kuni edi. Tabriklayman. Uzoqdan tabriklab qo'ydik. Yaxshi. Ziyrak ishga boshqaga umuman vaqt yo'q. Qoyil, gap yo'q. Hozir qolganini kichkina detskiga modellashtirmoqchiman. Bizda yotoqxonada ham shunaqa